Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size qacırız. Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü islağa 2024 yıl 6. ayının 9. günü haftığı yekşembe vatandaş. Bugün sizlerge sözdeydiği vaziyetlerimiz tüvendikçe. Birinci mavzunu alaylı avval Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Cumhuriyetçiler Partisi mensuplari ma'muriy organlarga xat yozib Gogan va Ningde davri qatorliq shirkatlarni qora tizimlikka ilishini talab qildi. Mavzuli xabar 6. ayning 7. günü Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Bu asli bu Davlat Majlisidagi Cumhuriyetçiler Partisi mensuplarining Amerika Qo'shma Shtatlari ma'muriy organlari xat yozib, yuqorqi ishki shirkatni qora tizimlikka ilishini talab qilishi, bu ishki shirkat bevosita Uyg'urlarning majburiy emgakiga munosabatli shirkatlarga vatandoshlar, biz 2 kun kechikib qoldik. Shunday bo'lsin, sizlar buni anglashingiz kerak. Xabar bundoq boshlandi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisida bir necha nafar Cumhuriyetçiler Partisi mensuplari ma'muriy organlarga xat yozib, Gogan va Ningde davri Jungo şirketlerini batarya işleydiğen Jungo şirketlerini qora tizimlikka tizimlashni hem de bu ishki shirkat ishlab chiqargan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishini cheklashni talab qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avom palatasi Jungo masalasi favqulodda komitetining raisi John Molaner, Avam Palatası Devlet Bexatarligi Komiteti, Kengash Palatası İstihbarat Komitetining raisi Mark Rubio, ondan keyin Avam Palata a'zosi Mark Gerin, hamda Cumhuriyetçiler Partisi Avam Palata a'zosi Carlos Gimenez ve Avam Palata a'zosi Darren Lahot qatorliq 5 nafar Cumhuriyetçiler Partiya a'zo mensuplari chorshanba 6. ayning 5. günü davlat bexatarligi ve planı bo'yicha yordamchi davlat ishlar bexatarlik komitetining ministeri Robert Seleveris imzalı xat yozib, ma'muriy organlarning Gogan, shundaqla Ningde davri qatorliq Jungo shirkatlarini, ya'ni batarya ishlaydigan Jungo shirkatlarining qora tizimlikka kelishini talab qildi. Bu shirkatlar ishlab chiqargan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishini cheklashni talab qildi. Bu Davlat Majlisining nopozliq arboblar yozgan xatida mundaq ko'rsatdi. Biz bu ishki shirkat ishlab chiqargan mahsulotlarning ishlab chiqarish jarayonining Xinjiang rayonida, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda majburiy emgakka munosabat ekanligini bayqab yetdik. Amerika Qo'shma Shtatlari tuzib tarqatgan Uyg'urlarni majburiy emgak selishning oldini olish qonuniga xilof ekanligini bayqab yetdik. Shunga bu Jungo shirkatlarini qora tizimlikka ilinish va bu shirkatlar ishlab chiqargan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishini cheklashimiz lozim. 2021 yil 12. ayning 23. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Davlat Majlisi Kengash Palatası ve Avam Palatası tasdiqlagan yollagan Uyg'urlarni majburiy emgakka selishdan saqlanish
kanun layihasi imza koyup bunu resmi kuchga ega qonun aylandırdı vatandaşlar. Devlet Meclis Cumhuriyetçiler Partisi mensupları memuri organlar yazgan xetide mundaq tilga aldı. Gogen şirketi Şinjan Müstemlike Uyguristan'ı ranglik metal şirketi tarmak şirketlerden alyomin setip alıdı. Şinjan ranglik şirketi yani Uyguristan'ı ranglik metalla şirketi devlet igiligideki şirkettir. Nəhayət zor köləmdə məcburi əmgəkdən faydalanıldı. Demək Uyğurlarına kən köləmdə məcburi əmgəkə salındı. Cümlədən Xitaylar bilə Uyğurlarını toy qilishqa, birgə yetib qo'poshqa zorlaydı. Amerika Qo'shma Shtatlar Şinjan ranglik metal şirketini allaqachon embargo qilgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining bu nafar Davlat Majlisi a'zolari mundaq ko'rsatdi. Gogen şirketi Şinjan Müstemlike Uyg'uriston Junho şirketidan material setib oldi. Bu şirket Junho hukumatining qalendar emgak kuchlarini yotkash planiga qatnashib qalendarlar meselesini hal qilish viviskisini ko'tarib olib amaliyat Uyg'urlarni Müstemlike Uyg'uristondan yani Şinjandan ichkari Xitoyga yotkash harakatlarga qatnashgan va bunga hamkorlashgan shirkatlar.